İsrailiyaning Rossiya mutaxassisi va polkovnik Daniel Rakovning ko'z qarashi bo'yicha Ukraina krizisiga tutgan pozitsiyasidan qaraganda Amerikaning burunqi nopozning tuvallishi Rossiyaning Yevropa bexatarlik qurilmasidagi roliga ta'sir ko'rsatib qolmay, yana texi Xitoyning Amerika bilan bo'lgan raqobatida birdilla tashabbuskorlik o'rnini qo'lga keltirishiga yordam berdi. Rossiyaning eng asosli andishisi Shimoliy Atlantik Ahdi tashkilotining sharqi kengayishi va Rossiya chegarasiga yaqin joyda qurol va qurol sistemasi o'rinlashtirish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Gerçi Amerika prezidenti Joe Biden hozirgi Amerika-Xitoy raqobatini xalqaro kun tartibida oldingi o'ringa qo'ymoqchi bo'layotgan. Boshqa masalalarmi o'chrat saqlayotgan xalqliq paytlarda Putin qo'zg'agan Ukraina krizisi Bidenni qiyin ahvolda qo'ydi. Natijada Amerika va ittifoqdoshlarining Beijingga qaratgan turli besimlari bir ahli pastgo'yga tushib qoldi. Bu krizis Bidenning Rossiya siyosatining o'tgan bir yilda eng oxirgi bosqichga kelib qolganligini to'liq isbotladi. 2014 martda Rossiya Qrim yarim orolini qo'shib olgandan buyon Amerika-Rossiya munosabati o'ta yomonlashish bosqichi va buraqli to'liq yemirilish xavfida turayotgan edi. 2021 yilning o'ttirlarida ikki taraf orasida yadro qurollarini kontrol qilish va tor bexatarlik to'g'risida yangi kelishim hosil qilish uchun o'zaro strategiyalik muqimlik dialogi, ya'ni SSD yo'lga qo'yildi. Biden bu ishda ehtiyotkorlik bilan so'zlashish bilan birga yumshoq cheklash siyosatini o'zaro birlashtirib, Amerikaning Rossiya bilan bo'lgan munosabatini paydin-pay va kunsiri muqimlashtirganligini, bu orqali Moskvaning Beijingga yaqinlashish musofasining ostlaydiganligini hayajon bilan jakarlagan edi. Biroq Putin 2022 yil 24 fevral qo'zg'agan Ukraina urushi yuqorqi urinishlarning hammani yo'qqa chiqardi. Polkovnik Daniel Rakovning qarashicha, Ukraina urushidagi eng muhim masala shuki, Joe Biden Putin boshchiligidagi Rossiyaning dunyodagi muhimligiga bo'lgan ko'z qarshining ancha to'g'ri bo'lmaganligini his qildi. Shuning bilan birga Rossiya Washington bilan Moskva o'rtasidagi sus dialogni o'zining jonijon talabi to'g'risidagi haqiqiy muloyizalardan o'zini qochirish deb qardi. Navbatdagi tirkishish ikki xil o'xshamagan dunyo qarash o'rtasidagi o'tkir ziddiyatni gavdlantirib berdi. Putinning real muddasi Rossiyaning Yevropadagi alayda o'rnini e'tirof qilishni talab qilish bo'lib, G'arbning liberal tuzumiga selishtirganda Rossiyaning diktatorlik tuzumi O'rislarning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini davomli qo'g'daydi. Biroq Putinning qarashicha, liberalizm uzundan buyon G'arb ellari tarafidan niqoblanib, Rossiyaning sobiq Sovet ittifoqi va Sharqiy Yevropadagi davlatlardagi ta'sir kuchini qo'g'lab chiqarish va Putinning hokimiyatiga buzg'unchilik qilib, butun Rossiyada texmi cho'ng demokratiyalashishni amalga oshirish uchun besim qiladigan to'qmoqqa aylanib qolgan. Amerikaning sobiq prezidenti Barack Obamaning 2014 yili Rossiyaning Qrimni yutib olganligiga qarata hech qanday tadbir qo'llanmasligi va 2015 yili Rossiyaning Suriyaga tajovuz qilib kirishiga qarata sukut qilishi, Washingtondagi Rossiyaning ikkinchi darajalik tahdid ekanligi haqidagi ko'z qarashning xato bo'lganligini ko'rsatdi. Rossiyaning zavalliqqa yuz tutishi, hatto parchalanishi haqidagi tasavvurlar ko'p uchraydigan xato qarash bo'lib, ko'pincha G'arb ellari Rossiyaning yaqin kelajagidagi nisbiy afzallikka sal qaraydi. Amaliyotda Rossiya iqtisodining ko'lamini Xitoy va Amerika iqtisodining ko'lami bilan inchika holda selishtirib baqsaqlar, nurg'un masalalarning javobi o'zligidan chiqadi. Polkovnik Daniel Rakovning qarashicha, Rossiyaning ichki ishlab chiqarish umumiy qiymatini emas, balki setilish kuchi barobarligi jihatda Rossiyaning asosan avtomatik iqtisodni o'lchash texmi muvofiq. 2021 yil Rossiyaning nomidagi GDP'si 1 trillion 600 milliard dollar deb mo'ljallanadi. Biroq setilish kuchi yanada 4 trillion 300 milliard dollardan oshib ketdi. Ya'ni Rossiya setilish kuchi jihatda Xitoy, Yaponiya, Amerika, Hindiston va Germaniyadan qolsalar,
dünya bo'yicha oldingi 6-o'rinda turdi. Yana bir saxta statistika bo'lsa, Rossiyaning davlat mudofaa xamchoti nomida orollar 60 milliard dollar bo'lib, bu son qarmoqqa Amerikaning 800 milliard dollarlik zo'r xamchoti yoki Xitoyning 250 milliard dollarlik xamchotiga selishtirganda bakli oz va ushshaq-tushshak sondak tuyg'u berdi. Amaliyotda barliq hujum va mudofaa xarakterli qurol-yarog'larni davlat ichida o'z oldiga mustaqil ishlab chiqaradigan Rossiyaning har yili ishlatkili bo'ladigan zapas mablag'i 170 milliard dollardan 200 milliard dollarga baravar keladi. Uning ustiga G'arb armiyasiga selishtirganda Rossiyaning davlat mudofaa xamchotining ko'p qismi asosan zamonaviy qurollarni setib olishga ishlatiladi. Rossiya hozir Yevropadagi eng kuchli davlat va harbiy aslahalari eng yaxshi bo'lgan harbiy maqtanishqa va amaliy jang qilish tajribasiga ega zo'migar davlat. Buningdan boshqa, uning Amerikada bor bo'lgandek muhim yadro qurol omborlari bor. Uning ustiga Rossiya neft, tabiiy gaz, metal va oshliq qatorliq tovar bozorlaridagi muhim kozirlarni muvaffaqiyatli holda o'zining siyosiy maqsadlari uchun qutuqliq xizmat qildirmoqda. Kreml sarayi navbatdagi tirkishish Rossiyaning amaliy kuchini oshirishning eng yaxshi fursati deb qaragan. Shundoq bo'lganda, uning raqobatchilari bir vaqtda ko'p xil murakkab raqobatlarga taqobil turishga majbur bo'ladi. Amerikaning Afg'onistondan chekingan aman vaziyat bir oz qalaymiqonlashgandan keyin Biden hukumati qayta kuch ishlatishdan o'zini qochirganligiga qarabla Rossiya taraf Biden hukumatining Ukraina uchun urush qilmaydiganligini allaqachon aniq his qilgan. Uning ustiga Biden buni ochiq ta'kidladi. Biden hukumati Kengash palatasidagi jumhuriyatchilarning ko'p sonliq sababidan davlat ichidagi sanoqsiz masalalarda atrofliq islohot ilib bora olmaganligimi bu nuqtani isbotlamoqda. Xitoy bilan bo'lgan keskin raqobat barcha kishilarning diqqatini Rossiyadan yiroqlashtirdi. Undan boshqa Demokratlar partiyasining qo'llash nisbati har qaysi shtatlarda kun sari tuvallayotdi. Saylovchilar yuqori energiya va tovar bahasi sababidan pul paxalliqining o'rlishining ta'sirini his qilishga boshladi. Bu ahvol Rossiyaga ta'sir ko'rsatdi. Shunlashqa balki noyabrdagi o'ttir mezgillik saylamda parlamentdagi ko'p sonliqning yo'qolishini keltirib chiqarib, Biden hukumatining o'rnini ajizlashtirishi mumkin. Ukraina urushi shiddat bilan boshlanib ketgan bo'lsa-mu, Amerikaning Yevropadagi ittifoqdoshlari burunqiga o'xshashla yana bo'linib ketdi. Gerçi ular Putinning Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotini kengaytirishni to'xtatish talabini rad qilish kerak deb qaragan bo'lsa-mu, ammo ular Rossiyaning iqtisodiy va energiyasiga ziyoda tayinish sababidan turli cheklash va embargo jazosining Amerikaliklarga qaraganda o'zlariga ko'p ziyon soladiganligidan intayin andish qiladiganligini bildirdi. Shunlashqa Ukraina urush portlagandan boshlabla g'oyat zo'r harbiy kuchga ega Rossiya oldida yolg'iz qolganligini to'liq his qildi. Navada bu urush uzunga so'zilib ketsa, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy hukumati Amerikaning qo'llashi va iqtisodiy muqimligini yo'qotib qo'ydi. Bu oqibat NATOning mangulik arnumisligi bo'lib qolishi mumkin. Yaqin 10 yilda G'arb bilan bo'lgan krizis Putinning Osiyo bo'libmi Xitoy bilan bo'lgan aloqasini kengaytirdi. Putin davrida Xitoy bilan bo'lgan barliq zamin majralari qutuqliq hal qilindi. Uning ustiga har ikki taraf har xil masalalarda farqli ko'z qarashga ega bo'lsa-mu, biroq har ikki tarafning o'zaro harbiy to'qinishga kirmaydiganligi to'g'risida muhim kelishim allburilla hosil qilindi. Biroq Rossiyaning Xitoyga ziyoda yiqilishishi Rossiyadagi nurg'un siyosatchilar ichida Moskvaning asta-asta Beijingning kichik ufqisiga aylanib qolishidan ansirash tuyg'usini paydo qildi. Putin Ukrainaga qo'zg'agan urushni yanada davomlashtirishni qaror qilsin yoki bu krizisda diplomatik yo'lni qo'llanishni tanlasin. Vaqt, tanlash imtiyozi va tashabbuskorlik huquqi uning qo'lida. Ko'p xil diplomatik harakat va cho'ng kuchlarning asta-asta tashkillanishi Rossiyaning muddaasini xiralashtirish va G'arbning ittifoqligiga buzg'unchilik qilish uchun aylangan.
bu yo'l har vaqt G'arbga yo'l qo'yish uchun besim ishiltish rolini o'ynaydi. Amerikaning Rossiyaga texmi astoydil muomala qilishi balki eng yaxshi hal qilish chorasi bo'lishi mumkin. Chunki hozirgi Ukraina urushi burunqi 2 Dunyo urushining natijasi yoki sobiq Sovet ittifoqining parchalanishi bilan o'xshashla Yevropaning bexatarligiga tarixiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu urushda Rossiya ig'ir talafot tarsa, Moskva Beijingga texmi yaqinlashib va beqinib qilib, yer sharining kuch tangpongligi buzilib, Amerika va NATO texmi kuchlik ikki dushmanga tanglik qarshi turishga majbur bo'ladi. Bu xil yomon ahvolni Amerika va Yevropa qat'iy ko'rishni xohlamaydi. Bu dunyoviy krizisni eng yaxshi hal qilish chorasi yanala xizmatidan istifa bergan Germaniya dengiz armiya qo'mondoni aytgan tavsiya bo'lishi mumkin. U kishi mazkur urushdan burunla G'arb allarini Rossiya masalasida ogohlantirib mundaq degan edi. Biz o'zimizga o'xshash madaniyat chambarkidagi xristian Rossiya bilan birlashib, kuchli Xitoyga birlikda taqobil turishimiz kerak. U mushu so'zi tufayli qattiq ayblangan. U Rossiyaga qattiq qo'l siyosat yurgizishga qarshi chiqib, vazifasidan istifa bergan edi. Ukraina urushining taraqqiyotidan qaragandimi, yuqorqi qo'mondonning tavsiyasi Uyg'ur xalqi va Uyg'ur milliy mustaqilligi uchunmi eng oqilona tanlash bo'lishi mumkin. Chunki 500 yildan beri Yevro-Osiyada zo'migarlik qilayotgan, Shimoliy Atlantik allari ittifoqiga o'zi yolg'iz taqobil turayotgan urush xumar millat o'rislar mayli bu urushda g'alaba qilsin yoki mag'lub bo'lsin, o'xshashli g'arb allaridan texmi yiroqlab ketadi. Rossiya g'arbdan qancha yiroqlashgan sari va turli iqtisodiy jazolar orqali chetga qiqilgan sari Xitoyga beqinib qilish xavfi kuchayib ketadi. Bundaq bo'lganda haqiqiy ma'nodagi Rossiya-Xitoy ittifoqi shakllanib, Pokiston, Eron, Turkiya, Shimoliy Koreya qatorliq davlatlarmi bu ittifoqqa qo'shilib ketishi mumkin. Bundaq ahvolda eng ig'ir ziyon tortadiganini va texmi ichinishliq badal to'laydigini yanala Uyg'ur xalqi bo'lib qolishi mumkin. Isroiliya chig'ida Amerikaning va Ukrainaning yaqin ittifoqdoshi bo'lishiga qaramay, bu urushda Rossiyaning tishiga tegmaslikni tanladi. Shunlashqa Uyg'urlarmi siyosiy ong jihatda to'limi sagak bo'lishi milliy mavjudlik uchun bak muhim masala hisoblanadi.